Xalq naqshillari emgakchi xalq yaratgan ma'naviy madaniyatning gul tojisidir. Turpan xalq naqshillari va mashrab ohanglariga yerlik xalqning o'ziga xos psixikasi, hayotga bo'lgan intilishlari, turmush kartinalari, sho'x, tetik, jushqun kayfiyatlari mujassamlangan bo'lib, qo'yiq yerlik turoq ohang rangdorligi bilan namoyon qilingan. U kishiga estetik zo'q bag'ishlaydi. Xalq yaratgan moddiy va ma'naviy madaniyat boyliqlarini qizish, ratlash, umumlashtirish, varislik qilish va beytish har bir san'at so'yar kishining muqaddas burchidir. San'atkor Abdumit Qurbon xalqimiz yoqtirib anglaydigan turpan xalq naqshillarini va mashrab ohanglarini o'zining jafoliq ajri bilan shundaqla peshqadam ustozlarning yordami bilan yurishlashtirib xalqimizning huzuriga sundi.